2021 yil 10-dekabr O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning PQ42 sonli qarori mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida tub burilish yasagan tarixiy hujjat bo'ldi. Mazkur qarorga binoan O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari ichida birinchi bo'lib Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutiga Milliy tadqiqot universiteti maqomi berildi. Bu qaror katta mas'uliyat, yuksak ishonch va yangi marralarga chorlov bo'ldi. Prezident qaroriga kamarbasta bo'lgan universitet jamoasi qisqa fursatda o'z faoliyatini xalqaro talablarga mos tarzda yangilab, quyidagi yuksak natijalarga erishdi. Bugun Irrigatsiya universiteti QS xalqaro reyting agentligi tomonidan dunyoning top 469 eng yaxshi universitetlari qatoridan joy oldi. Shuningdek, Times Higher Education reytingida 501-o'rinni egallab, mamlakatimizda birinchi o'rinni saqlab turibdi. Bu natijalar O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar samarasi va irrigatsiya jamoasi fidokorona mehnatining yaqqol isbotidir. So'nggi yillarda xorijiy hamkor tashkilotlar investitsiyasi asosida 20 dan ortiq qo'shma ilmiy laboratoriyalar faoliyat boshladi. Germaniyaning agentligi tomonidan universitetning 9 ta ta'lim yo'nalishi xalqaro akkreditatsiyadan muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bugun universitetda Malayziya, AQSh, Qozog'iston, Turkmaniston va yana o'nlab davlatlardan kelgan 3000 nafardan ortiq xorijiy talabalar tahsil olmoqda. Irrigatsiya universiteti O'zbekiston oliygohlari orasida birinchi bo'lib, xorijda o'z filialini ochgan universitetga aylandi. Qozog'istonning Olmaota shahrida joylashgan ushbu filial 2024-yilda ikki davlat rahbarlari ishtirokida tantanali ravishda ochildi. Prezidentimiz qarori asosida universitet huzurida Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti tashkil etildi. Ushbu institutda xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbek olimlari ham o'z ilmiy faoliyatlarini davom ettirmoqda. Universitet infratuzilmasi ham izchil yangilanmoqda. Yangi IT markazda yoshlarimizning innovatsion loyihalari shakllanmoqda. O'quv jarayoni esa sun'iy intellekt asosida baholovchi situatsion markazi orqali tahlil qilinmoqda. Bu ta'lim sifatini oshirishda butunlay yangi bosqichdir. To'liq rekonstruksiyadan chiqqan axborot resurs markazi bugun Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilingan. Kutubxonada talabalar uchun zamonaviy o'quv muhiti yaratilgan. Ularning sifatli ta'lim olishi uchun noutbuk va planshetlar taqdim etilgan. Endilikda yoshlar soniyasiga 600 megabit tezlikdagi internet orqali dunyoning 10 dan ortiq nufuzli universitetlarining elektron kutubxona bazalaridan erkin foydalanish imkoniyatiga ega. Talabalar uchun yaratilgan sharoitlar ham bugungi zamon talablari darajasida. Yangi o'quv binolari, sport maydonlari, suv havzasi va 3600 o'ringa mo'ljallangan talabalar turar joylari foydalanishga topshirildi. Irrigatsiya universiteti yashil energiya tarafdori. Universitetda o'rnatilgan 948 kilovat quvvatdagi quyosh panellari orqali 2 yil davomida 1,2 milliard so'mlik elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Shundan 900 million so'm energiya tejaldi, 290 million so'mlik energiya esa sotuvga chiqarildi. Isitish tizimi ham to'liq mustaqil bo'lib, 2 yil ichida 2,1 milliard so'mlik energiya iqtisod qilindi. Bugun irrigatsiya nafaqat ilm maskani, balki yangilik yaratuvchi, kelajakni bunyod etuvchi avlodning tayanchidir. Milliy tadqiqot universiteti maqomi bu shunchaki unvon emas, bu ishonch, bu mas'uliyat, bu kelajak sari yo'l. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, O'zbekistonning faxri, ilm-fan va innovatsiya markazi.